Ko'chadan qimmatga pitsa sotib olgandan ko'ra uyimizda tayyorlaganimiz ancha arzon tushishini bilasizmi? Idishimizga tuz, shakar, issiqqina sut hamda unni solib yaxshilab aralashtirib, qayiqdan sifatli sariyog'ni xona haroratida yumshatib solamiz va sariyog' eriguncha aralashtiramiz. 4 dona dro'jalaridan solib, 2 ta choy qoshiqda buni ham yaxshilab aralashtirishimiz kerak. Unni qolganini solib, yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Xamir ustini yopib 1 soatga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni olib, 2 ta zuvalaga yoki 3 ta zuvalaga bo'lamiz. Yupqa qilib qo'limizda yoyib olamiz. Pitsamiz uchun to'g'ralgan kolbasa, bolgarskiy, piyoz hamda sezar sousi, qayiqdan ketchup hamda qayiqdan chili tayski sousini solamiz. Bu bilan yana ham mazali bo'ladi. Eng oxirida pomidorni solib aralashtirib, yoyib olgan xamirimizni ustiga tekislab, ustiga ozgina oregano, ketchup va mozzarella siridan quyib, chetlariga ketchup surib olamiz va qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Xuddi shu masalliqlardan 2 ta kattagina pitsa chiqadi. Qizarib pishgandan so'ng ustiga yana mozzarella sepib 5-10 minutga duxovkaga qo'yib olamiz. Pishloqlari erigan pizzamiz tayyor, juda ham mazali, mazasi o'zgacha va barakali pizzamiz tayyor. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Yangi videoda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar.